Bugun sizlar bilan zaytun yog'i haqida gaplashamiz. Zaytun yog'i tarkibida omega 3, omega 6, vitamin E, vitamin K, vitamin A va B vitaminlari bo'lib, kaliy, kalsiy, magniy, selen, sinklarga to'la. Birinchi navbatda yurak faoliyatini yaxshilaydi. Qon aylanishini yaxshilab, qon tomirni mustahkam qilib beradi. Immunitetni ko'taradi. Oshqozon ichak sistemasida esa kislotalilikni pasaytirib, turli xil gastritlarda va yara kasalliklarida a'lo natija olamiz. O't qopi kasalliklarida, o't dimlanishlarda, jirovoy gepatozlarda va albatta ozish uchun eng zo'r mahsulotlardan biri. Insulin sezgirligini kamaytiradi. Teri kasalliklarida, teridagi barcha toshma yara kasalliklarida juda yaxshi. Soch kasalliklarida va qarishni susaytirib beruvchi eng ajoyib mahsulotlardan biri hisoblanib, buni qanday ichiladi, qancha miqdorda, qachon ichiladi, bular haqida kommentariyada zaytun so'zini qoldirsangiz to'liqroq ma'lumot beraman. Obuna bo'lishni unutmang, kuzatishda davom eting.